Voy qizim, ustingdagi rosa chiroyli turibdi, zo'r ekan. Bitta rangidan kiyiningga ham tanlab olib beraman. Uf, nima uchun o'sha keliningizni tiqishtiraverasiz? Jonimga tegib ketdi o'sha keliningiz. Boshingizga chiqarib olgan so'zi. Bo'ldi, unda keliningizga olib bering, menga kerak emas. Voy, sinim xafa bo'lmang. Hozir Ramazon oyi munosabati bilan mana shu 3 xil modelimizni hamma rangini fabrika narxida sotiladi deb aytdilar boshlig'imiz. Ya'ni 150 mingdan. Sizga ham olib bersalar bo'ladi, keliningizga ham olib bersalar bo'ladi. Ana 150 mingdan bo'lib ketibdi. O'zi shkaf to'la kiyim. 2-3 talab olib bering menga desa. Menga qara, Ismigul, kiyiningni yomonlaydigan bo'lsang, meni ham ko'rgani kiyinib qo'yaver. O'sha uyingda tinch o'tirsang bo'ldi, yetadi menga. Voy, sal qattiqroq gapirib qo'ydi-ku. Xafa bo'lib ketib qopdilar. Qizlar nima qiladi, uzatilib ketgandan keyin oilaga aralashib, kelinlarni yomon ko'rsatib, xizmatimizni qiladigan shu kelinlar bo'ladi-da.